Ana koreyskiy laba mashinasini motori olib qolganmiz. Ana hozirgi holatlari. Xudo xolasa, keyin bizga undagi holatini ham ko'rasizlar. Manuallarni biz fotoga oldik. Manual aylanish holatlari, xudo xolasa, zo'r. Mana galovkamizni ham tayyor qildik. Endi buni motorga bossak bo'ldi. Mana motorimiz ham yig'ib, galovkalarni bosib oldik joyiga. Xudo xolasa. Kech bo'lishiga qaramasdan harakatimiz. Assalomu alaykum, qadrli mijozlarimiz. Mana koreyskiy laba mashinamizni ham yurg'izib oldik, xudo xolasa. Bu kishini ishlashlariga, tozaliklariga o'zingizlar baho berasizlar. Mana shu holatlari, xudo xolasa. Tozaliklari, ishlashlari, xudo xolasa juda ham zo'r holatda. Kimga shunaqa xizmat kerak bo'lsa, bizga Asmotorusga murojaat qilishingiz mumkin. Ishingizni chiroyli va sifatli, garantiyali qilib bitkazib beramiz. Like, podpiska, kommentariyalar esdan chiqmasin.